Biza dastlab kompyuterda, demak, Argisda ish boshlashdan oldin kompyuterni ixtiyoriy diskda nima ochdik? O'zimizga tegishli bo'lgan papka ochdik. Demak, papkaning mazmuni, demak, dastlab demak, hamma demak o'zini ism, familiyasi, sharifi va nimada gest deb nomladi. Endi uning ichida bizada demak papka otilgan. Mana bu papka ichida qarang. Videolar bosilgan. Videolarning ichida nima joylashadi? Videolar ichida biz mana shu Argisda bajargan demak mahsulotlarni demak videosi yotadi. Demak arka tarafga qiladigan bo'lsak, demak uni nima qildim? Video zapis qildim, videosi yotish kerak. Undan tashqari nimada? Artmapda ish qiladigan bo'lsa, demak Artmapda qilinadigan ishlarni demak videosini demak sizlar mana shu videolar degan papka ichida saqlaysiz. Undan keyin qarang, yana menda nechta papka ochilgan? Videolardan tashqari ikkita papka ochilgan. Birinchisiga qarang. O'zbekiston Respublikasining tabiiy xaritasi. Ikkinchisi nima? O'zbekiston Respublikasining siyosiy ma'muriy xaritasi. Endi bu nimani bildiradi? Bu demak, mana bu ikkita papka ochilgan. Bundan tashqari yana bir nechta papkalar bo'lishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi tabiiy xaritasining ichida nima joylashyapti? 6 ta papka joylashyapti. Jadval, loyiha, qo'shimcha ma'lumotlar, rasmlar, rastrlar, undan keyin nimalar? Vektorlar. Endi jadvallar degan papka ichida qanday ma'lumot saqlaymiz? Jadvalli ma'lumotlar. Qanday, nimalar kiradi? So'zim, boyagi biron bir mavzuga tegishli bo'lgan statistik ko'rsatkichlarni jadvallar deganning ichida nima qilaman? Saqlayman. Mana GIS guruh degan. GIS guruh degani demak biza bo'lishi mumkin. Mana shuni ichida nima bo'lishi mumkin? Sizni demak guruhingizni demak yaratdinglar-ku. Siz topshirib qo'ygandim. Ya'ni har bitta ism familiyani, demak yashash joyi, geografik koordinatalarini nima qilish kerak ekan? Yig'ish degan birinchi topshirib qo'ygan. O'sha yerda saqlayman ekan, mana shu jadvallar ichida saqlayman. Ikkinchi statistik ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Aholi soni, tug'ilish, o'lim, demografiya, ishlab chiqarish, investitsiya, qishloq xo'jaligi, ekologiya, iqlim to'g'risida mana statistik ma'lumotlari beradigan manba bor. Davlat statistika demak qo'mitasi yoki agentligi tomonidan beriladigan statistik manbalarni demak mana shu jadvallar ichida saqlayman. Loyihalarning ichida nima saqlayman? Loyihalar degan papka ichida nima saqlayman? loyiha qiladi. So'zim. Loyihalarning ichida biz demak Argisda Artmapda ish qiladigan bo'lsa, yokida ArcScience'da ish qiladigan bo'lsa, yokida ArcGlobe'da ish qiladigan bo'lsa, mana shularni mana loyihalar degan papkaning ichiga saqlab qo'yaman. Mana buni ichida qarang. O'zbekiston siyosiy tabiiy xaritasi deb qo'yibdi-da, Argis nima deb qo'yibdi? Mana bu yerda Argis Artmapda qo'yibdi. Artmapda qilingan ish mana shu ichida saqlangan. Tushuntirib oldimmi? Artmapda yokida ArcScience'da yoki ArcGlobe'da qilingan ishlarni mana shu ichida saqlayman. Keyingi papka o'tamiz. Qo'shimcha ma'lumotlarni nima qiladi? Qo'shimcha ma'lumotlar degan papka ichida nima saqlayman? So'zim boshqa bir ma'lumot tug'ilib qolsa, shuni saqlab qo'yapti. Qo'shimcha ma'lumotlar degan papkaning ichida qarang. Jadvallar, loyihalar, rasmlar, rastrlar va vektorlarga kirmaydigan, lekin mavzuga aloqasi bo'lgan ma'lumotlarni qo'shimcha ma'lumotlar ichiga saqlayman. Buning uchun mana bularni tahlil qilib olamiz. Rasmlarning ichida nima saqlayman? Qanday ma'lumot saqlayman? Rasmlar degan papkaning ichida. Rasmlar. Rasmlar. Qanday? Mavzu borda. Misol keltiring masalan. Karta uchun-ku. Karta uchun ma'lumotlar bazasi bu. Aha. Biroq xarita mavzu qilib misol qilib olingda, o'shaning ichida rasmning ichida ma'lumot saqlash mumkin deb misol keltiring. Misol uchun xaritada zavodlar tasvirlansa, shu zavodlarning rasmi. Masalan deylik, o'sha rasmlarni ilova qilib ketish mumkin. Mana
kartada masalan ikkala karta qilyapmiz. Ikkala karta masalan zavodlarning nimasi bor? Tabiatda nimalar bor? O'sha zavodlarni rasmini o'sha kartaning ichiga berib ketadigan bo'lsa, demak, xarita bilan ramkani olamidagi qo'shimcha ma'lumot sifatida berib ketadigan bo'lsa, bu o'sha rasm nimaga saqlayman? Mana bu rasmlar degan papkasi ichiga saqlayman. Yoki undan tashqari yana nima bor? Hayvonot dunyosi kartasi bor. O'sha hayvonlar rasmini karta ichiga berib qo'yadimi? Yoki o'simlik dunyosi xaritasi bor. Nima? O'simlik rasmini demak o'sha ichiga rasm ko'rsa ma'lumotni o'sha ichiga saqlayman. Endi rasmlar degan papka ichiga saqlayman. Raster ma'lumotlarda qanday nimalar kiradi? Topografik xaritalarning anaqa. Topografik xaritalar o'sha hududni sizga berilgan O'zbekiston Respublikasi tasvir topografik xaritalari yoki oldindan chop etilgan xaritalari va atlaslarni rastrlar ichida saqlayman. Endi qarang, bu yerda hozir nima bo'lyapti? Mavzu O'zbekiston Respublikasining tabiiy nimasi xaritasi bo'lyapti. Demak, mana shunga doir buning ichida mana O'zbekiston Respublikasi tabiiy xaritasi keltirilgan, mana qarang. Mana O'zbekiston tabiiy xaritasi buning ichida saqlangan. Bu esa nima saqlanar ekan? Karta saqlanar ekan. Lekin mavzuga doir bo'lgan nimalar? Karta. Mavzu nima edi? O'zbekiston Respublikasining tabiiy xaritasi edi. Demak, O'zbekiston tabiiy xaritasini rastr ichiga saqlab qo'ydi. Nima uchun? Chunki raster xaritasi. Raster mana shu rastrga qarab turib biz mana shuni vektor ko'rinishga olib o'tamiz. Tabiiy kartasini qilishimiz uchun. Tushuntira oldimmi? Keyingisi vektorlar. Buning ichida nima qanday ma'lumot saqlaymiz? Vektorlar. Buning ichida vektorlar degan papkaning ichida Argisda, Arkatalikda yaratilgan ma'lumotlar bazasini demak vektorlar degan papka ichida saqlayman. Tushuntira oldimmi? Demak, Argisda biz nuqtali, chiziqli, maydonli yoki yozuvli qatlamlarni demak biz vektorlar degan papka ichida nima qilar ekanmiz? Saqlar ekanmiz. Endi mana shu vektorga, rastrga, rasmlar, loyiha, jadvalga kirmaydigan, lekin mavzuga doir bo'lgan har qanday ma'lumotni qo'shimcha ma'lumotlar ichiga kiritadi. Endi bunga qanday ma'lumotlar kiradi? Bu mavzu tabiiy karta. Ha? Endi bu qanday ma'lumotni saqlashi mumkin mana shu papkaning ichida? Bu papkaning ichida biz mana shu O'zbekiston tabiiy xaritasini yoki tabiiy tomonlama yoritib beradigan kitoblar yozilgan bo'lishi mumkinmi? O'zbekistonning tabiiy geografiyasi O'zbekistonni nima qilgan? Tabiiy tomonda yoritib bergan. Bu ichida nima saqlangan? Kitoblarni, mavzu bo'yicha yozilgan ilmiy maqolalarni, nashrlarni, nima qilgan yoki mavzuga mana shu mavzuga doir chop etilgan, deylik, televideniyadagi video tasvirlarni ham mana shu papkaning ichida nima qilar ekanman? Saqlanganman. Tushuntira oldimmi? Olti papkani har bittasi ichida nima saqlashimizni bilib olamiz. Endi mana shu olti papkani biz yaratib olganni birdaniga to'ldira olmaymiz. Ish davomida to'ldiriladi. Dastlabki jadval degan to'ldiriladi. Mavzu ish boshlashdan oldin jadvalning ichini to'ldira olamiz, qo'shimcha ma'lumot to'ldira olamiz, rasmlarni to'ldira olaman, rastrlarni to'ldira olaman. Ish jarayonida loyihalar va vektorlar to'ldiriladi. Va qolgan nimalar ham ish jarayonida nima qilinadi? To'ldiriladi. Endi biz demak papka ochishimiz kerak. Hammaga demak variant beraman. Variantlar demak o'zingizni demak birinchisi O'zbekiston Respublikasi bo'yicha, undan keyin Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar bo'yicha. Agar kimdir demak sizlar guruhlangiz kam-ku. Agar ko'p bo'ladigan bo'lsa, bitta masalan viloyatdan ikkita odam bo'lib qoladigan bo'lsa, tumanga tushamiz. Tushuntira oldimmi? Agar guruhlar soni nechadan ko'p bo'lsa, 13 tadan ko'p bo'lsa, 14 tadan ko'p bo'lsa. Agar 14 tadan kam bo'ladigan bo'lsa, har bittasiga bilaki, har bittasiga bitta viloyatdan tegadi. Endi kimlardir bitta viloyatdan bo'lishi mumkin. Unaqa holatda boshqa bir viloyatni beraman. Tushuntira oldimmi? Kimlardir ikkita odam yoki 3 ta odam bitta viloyatdan bo'ladigan bo'lsa, boshqa viloyatni beraman.
amaliy ish variantlarini berish tartibi, demak, jurnaldagi tartib raqam bo'yicha beraman. Demak, birinchida kim turyapti? A'dan keladigan turyapti. Birinchisida undan so'rayman, qayerda, qaysi viloyatga tegishli. Agar ikkinchi keladigan odam, birinchi keladigan odam bilan bir xil bo'ladigan bo'lsa, unga boshqa beraman. Tushuntira oldimmi? O'shaning uchun sizlarga demak variant beraman. O'sha berilgan variantni demak daftaringizga yozib qo'yasiz. Hozir tarqataman, o'zi sizlar kamchilik. 14 taga mana bu 70 o'xsha keladiganlar. 12 tasida. Demak, hammaga alohida bitta viloyatdan yetadi. Demak, O'zbekiston Respublikasi viloyatlarini hammangizga bitta variant qilib beraman. Tushuntira oldim? Birinchisi Abdumo'minov. Qaysi viloyat? Xohlagan tanlayman? Yo'q, oldin o'zi tug'ilgan viloyat. Surxondaryo. Surxondaryo viloyati variant. Amirov. Sirdaryo. Yozib qo'ying daftaringizga. Surxondaryo, Sirdaryo. Azamatov variant tarqatmay turamiz, chunki o'xsha kelmayapti bu. Keyingisi Bokiyev. Namangan viloyati variant. Ismatullayev. Sirdaryo ketdi, Sirdaryodan demak Amirov oldi, boshqa viloyatdan. Buxoro viloyati tanlab qo'yamiz sizga. O'zingiz tanlang. Agar tanlamasangiz men o'zim beraman. Tushuntira oldimmi? Ismatullayev Buxoro tanladi. Keyingi Miyasarov. Jizzax viloyati. Yana kim bor? Qolganlar ikkinchi yurtda ekan. Xo'p. Bizlarning qiladigan ishimiz mana hamma o'ziga hudud tanlamoq. Endi maqsad bizlarning eng oxirgi natijamiz nima bo'ladi? Mana shu hudud bo'yicha biza mana shu 5 orqali xohlagan turdagi karvan qila olishimiz kerak. Tushuntira oldimmi? Masalan deylik, Surxondaryo Abdumo'minovga variant sifatida beriladi, hudud sifatida beriladi. Endi mana bu GISni to'liq o'zlashtirib boramiz-a? GISni kursi to'liq yakunlab boramiz-ku, semestr davomida. Eng oxirida sizlar mana shu berilgan hudud bo'yicha xohlagan mavzudagi karvan qila olishingiz kerak. Xohlagan mavzuda. Deylik, qanday gap? Surxondaryo viloyati bo'yicha Abdumo'minov qila olish kerak. Eng oxirida GIS o'zlashtirib bo'lgandan keyin galak kartani qila olish kerak. Ikkim kartasini qila olish kerak. Ekalak kartasini qila olish kerak. Tuproq kartasini qila olish kerak. O'simlik dunyosi kartasini qila olish kerak. Hayvonot dunyosi kartasini qila olish kerak. Aholi xaritasini qila olish kerak. Qishloq xo'jalik xaritasini qila olish kerak. Turistik kartasini qila olish kerak. Yokida qishloq xo'jalik kartasini qila olish kerak. Yokida paxtachilik, o'simlikchilik, beda yoki boshqa dona ekinlar yoki og'ir metallurgiya deymiz-a. Xohlagan mavzudagi nima qilish kerak ekan? Xaritani siz GISda yarata olishingiz kerak. Tushuntira oldimmi? Natija o'sha. Sizlar demak o'shagacha borish kerak. Lekin oldindan bitta narsani takrorlab o'tay, ogohlantirib o'tay. Bu natijaga erishish uchun sizdan ko'proq kuch, quvvat, harakat talab etiladi. Tushuntira oldimmi? Yana bitta narsani aytib o'taman. Shu kungacha ko'pchilik bu natijaga erisha olmagan. Tushuntira oldimmi? Ya'ni GISni yakunlagandan keyin, ya'ni ular xohlagan mavzuda xaritani qila olish bo'yicha tajribaga va ko'nikmaga ega bo'lmagan. Tushuntira oldimmi? Chunki bu juda ham katta vaqtni, kuchni sarfi, bilimni, ko'nikmani, tajribani talab qiladi. O'shaning uchun sizlardan bitta talab bo'ladi. Demak, belli mahkam bog'lab olamizda o'rganishimiz kerak, o'qishimiz kerak, harakat qilishimiz kerak, izlanishimiz kerak. Mana shu 4 tasi orqali biz bilim, ko'nikma, tajribani orttirishimiz kerak. Mana shularni yakunlab bo'lganimizdan keyin siz xohlagan mavzuga xaritani qila olasiz. Tushuntira oldim? Xohlagan mavzuga xaritani qila olasiz va xohlagan mavzuda xohlagan hududni atlasini qila olishingiz kerak. Tushuntira oldim? To'liq atlasini qila olishingiz kerak. O'shaning uchun sizlardan bitta talab bo'ladi. Berilayotgan vazifani diqqat bilan kuzating. Tushunmasangiz savollarni bering, savollarga javobni oling, o'rganing, izlaning. Tushuntira oldimmi?
darsdagi berilayotgan demak ma'lumotlar kam bo'lib qolishi mumkin. O'sha uchun nima bo'ladi? Qo'shimcha izlanish talab qiladi. Endi qo'shimcha izlanish qayerdan kelib chiqadi? Kitoblardan bo'lishi mumkin, internet saytlaridan bo'lishi mumkin, YouTube'larda mana shu Argisda qilinadigan ishlar bo'lishi mumkin. Tushuntirib oldimmi? O'shaning uchun demak harakatingizni qiling hozirdan. Bekorga men haligacha Argisga boshlaman. Buning uchun dastlabki nimalar bo'lishi kerak edi? Ba'zalar shakllantirib oldim. Endi hamma demak o'ziga tegishli bo'lgan mana deylik birinchi raqamga kelyapti. Abdubominov Sardorbek Bekzod o'g'li GIS degan papkani ichida 3 ta papka bo'lsin. Qanday? Birinchisi nima? Videolar. Ikkinchisi to'liq Abdubominov o'zingiz valantingiz bo'yicha. O'zbekiston Respublikasi. Yo'q. Surxondaryo viloyatining tabiiy xaritasi papkasi bo'lishi kerak. Keyingisi Surxondaryo viloyatining siyosiy ma'muriy xaritasi. Endi menga ayting, Amirov. Siz ayting. Sirdaryo viloyatining tabiiy xaritasi. Videolar. Sirdaryo viloyatining tabiiy xaritasi degan papka bo'lishi kerak. Sirdaryo viloyati siyosiy ma'muriy xaritasi. Xuddi shunday hamada. Kim tushunmadi bunga? Endi videolarning ichida siz Arkatarikda, Argisda, Artmapda, Aksasda, Arklubda qilingan video tasvirlar saqlaysiz. Mana bularning ichida deylik, Miyasarov kim? Qaysi? Jizzax. Jizzax viloyatining tabiiy xaritasi ichida mana bu 6 papka bo'lsin. Va Jizzax viloyatining siyosiy ma'lumot xaritasining ichida xuddi shunaqa nima bo'lishi kerak? 6 ta papka bo'lishi kerak. 6 ta papka. Endi mana bu deylik, mana bu yerda Sirdaryo viloyatining tabiiy xaritasi jadvallarni ochasiz. Loyihalar, qo'shimcha ma'lumot, rasm, videolarni ochasiz. Dastlabki to'ldiriladigan demak papkalar qaysi bo'ladi? Masalan, Jizzax viloyatining tabiiy xaritasi uchun dastlab to'ldirilgan papkalar rastrlar to'ldiriladi. Rastr to'ldiriladi. Masalan, demak, guruhingizga hozir karta tashab qo'yaman. Endi qanday karta tashayman? Qanday karta tashayman? Tabiiy xaritami? Undan tashqari nima? Siyosiy xaritasi. Hozir mana Buxoro MapGP, Jizzax obl, Farg'ona latitude, Qoraqalpoq, Kashgar, Namangan, Navoiy, Samarqand, Sirdaryo, Surxondaryo, Andijon, Toshobod, Xorazm. Bular nima uchun kerak bo'ladi? Hududni siyosiy ma'muriy xaritasi uchun. Rastr siyosiy uchun foydalanasiz. Qarang, mana bular 6-dars, 7-dars bu o'zbekcha video darslar. Lekin Argis eski versiyasi bo'yicha. Bu dastlabki ma'lumot men bu yerda tushuntirib beraman-ku. Men ekranga video tasvir qo'yaman. Yozib sizlarga gruppaga tashlayman, u ham ko'ra olasiz. Bundan tashqari bu ham. Tushuntirib oldimmi? Mana tagida kelyapti-ku mana O'zbekiston siyosiy ma'lumot. Bu mana bu tagidagi kartalar bu demak milliy atlasdan olingan kartalar. Tushuntirib oldimmi? Buning ichida bulardan siz nima uchun foydalanasiz? Sizga berilgan hududni nimasi uchun? Tabiiy kartasini yaratish uchun foydalanasiz. Mana bu Samarqand umumgeograf xarita. Bu demak ikkiga Samarqand siyosiy ma'muriy xarita. Ha? Umumgeograf xaritada demak sizlar o'sha to'liq nima olishingiz, umumgeografik elementlar olishingiz mumkin. Chegara, yo'l, chiziq, gidrografiya, aloqa yo'llari, aloqa nimalari. Ikkiga bu yerda undan tashqari nima bor? Samarqandda siyosiy ma'muriy xaritasi bor. Siz bundan foydalanmasangiz, tepadagi nimadan? Karta, yuqoridagi kartadan foydalanasiz tabiiy karta uchun. Tushuntirib oldimmi? Bundan tashqari tabiiy xaritani yaratish uchun sizlar demak mana bu foydalanishingiz mumkin bo'ladi. O'lkashunoslik atlasi bor-a? Har bitta hududda o'lkashunoslik atlasi bor. Har bitta viloyatda. Mana atlas yuklab oldik. Demak, bu atlasni qayerga saqlamaydi?
Qayerga saqlab qo'ysam bo'ladi? Atlisi. Atlisi. Karta. Shu video. Demak, tabiiy karta uchun rastrlarni ichiga saqlab qo'ysam bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Rastr xuddi shunday o'ziga tegishli bo'lgan. Demak, o'rta soatga atlas yuklaysiz. Yaqindan o'rta soatga atlas yuklaysiz. Yaqindan xaritalar yuklaysiz. Tabiiy xarita, siyosiy xarita. Siyosiy ma'muriy xarita yuklaysiz. Undan keyin tabiiy xarita yuklaysiz. Alohida berib qo'yibdi. Umumiy geografik karta ham yuklaysiz. Har bitta hudud umumiy geografik kartasi. Mana gruppada mana shundamidi? Ayo men tashladim-ku alohida. Mana shu. Mana turibdi. Mana Qashqadaryo siyosiy ma'muriy xaritasini yuklaysiz. Bu xaritalarni yuklaysiz. Umumiy geografik kartalarni yuklaysiz. Keyin tepada nima bor? Xuddi Qashqadaryoning yana siyosiy ma'muriy xaritasi bor mana. Mana. Buni ham yuklaysiz. Keyin mana bu rastrlarni ichiga nima qilamiz? Joylab qo'yasiz. Tushuntirib oldimmi? Hop, endi bizning qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Mana shunaqangi papkalar ochib olganimizdan keyin demak, Namangan tabiiy kartasi, Namangan siyosiy ma'muriy xaritasi ichida demak 6 ta papka yaratib bo'lganimizdan keyin va videolarni yaratib bo'lganimizdan keyin arkatalga kiramiz. Arkatal vazifasi nimadan iborat edi? Jadval shakllantirish o'ziga. Arkatalga vazifasi GIA ma'lumotlar bazasini yaratish uchun foydalanadi. Tushuntira oldimmi? Arkatalning vazifasi Xarita. 2 o'lchovli xaritalarni yaratish. Aksiyasi vazifasi 3 o'lcham. 3 o'lchovli xaritani yaratish. Blokning vazifasi ArcMap'da, ArcScience'da yaratilgan yer modellarini globusda ko'rish uchun. Globusda tasvirlab ko'rish uchun foydalanadi. Tushundingizmi? Birinchi biz nima qilamiz? Birinchi qiladigan ishimiz arkatalga qilar ekanmiz. Nima qilamiz? GIA ma'lumotlar bazasini yaratamiz. U uchun nima qilamiz? Postga kiramiz. Postdan FC programmaga kiramizda argisga kiramiz. Undan keyin arkatalga kiramiz mana. Arkatalga kiramiz. Mana arkatalga ishga tushirganimizdan keyin mana shunaqangi oyna ochiladi. Endi bu yerda anaqangi papkalar yoki mana bunaqangi nimalar bor, ma'lumotlar bor-da. Siz demak arkatallikda dastlabki foydalanuvchi bo'ladigan bo'lsangiz, mana bunaqa ko'rish ochilmaydi. Yoki mana bunaqangi ko'rish ochilmaydi. Mana bu oyna, mana bu joy pustoy bo'ladi. Keyin mana bu yer, mana bunaqa ko'rishda bo'ladi. Endi arkatallikda demak oynalar bir nechta turlarga bo'linadi. Birinchisi menyular oynasi yoki panellar oynasi, mana chegarasi. Bu yerda menyular qatori joylashadi. File, Edit, View, Go, Geoprocessing, Customize, Windows, Help. Va mana shu fayllarni ichiga tegishli bo'lgan panellarni alohida mana bu yerga chiqarib qo'yishimiz mumkin mana. Tagiga. Tushuntira oldimmi? Undan keyin bizda mana oyna bor. Bu yerda demak asosiy ishchi oyna bor. Asosiy ishchi oyna ma'lumotlar demak yaratish uchun, ma'lumotlarni ko'rish uchun foydalangan oyna mana. Undan keyin katalog 3 degan tushuncha bor. Ya'ni daraxtsimon katalog. Nima degani bu? Ma'lumotlar ko'rinadi bu yerda. Demak, sizning har bitta papkangiz ichidagi ma'lumotlar mana shu yerda ko'rinadi. Undan keyin holat qatori ko'rinadi mana bu yerda mana. Eng tagidagi mana bu qator demak nima ekan? Holat qatori. Bu yerda demak har xil demak ma'lumotni tanlaganingizdan keyin qayerda joylashganligi haqidagi ma'lumotlar ko'rinadi. Endi biz demak ekranni sozlashib interfeys deyapti. Bu interfeysni sozlashni o'rganishimiz kerak. Ana hozir interfeys menda mana bunaqa ko'rinadi. Yoki-da mana bunaqa bo'lishi mumkin. Bular yo'q holatda tasavvur qilamiz. Yo'q holatda. Faqat nima bo'lsa, mana shu holatda bo'lsa, mana bu yerdagi nima? Katalog trini yoki mana bu yerda panellarni qayerda nima qilamiz? Hosil qilamiz. Uning uchun mana menyular qatoridan customize tanlayman.
menyu qatoridan va u yerdan toolbarsni tanlayman. Toolbarsdan bizaga keraklisi standart bo'lsa mana bunga panel ochiladi. Va customizdan bizga toolbarsdan location kerak bo'ladi. Undan keyin bizga demak metadata kerak bo'lsa mana shular. Yoki qolganlarini ham bitta yoqib qo'yishingiz mumkin. Masalan, global view mana yoki geography yoki ArcGIS server tools 3D view va ho'jam. Hammasini nima qildik? Pixel hammasini ham bu yerga ekranga interfeysga yuklab oldik. Endi biz mana shu interfeysni xohlagancha joylashtirishimiz mumkin buni. Mana demak standartni tanlaganingizdan keyin swatchni chapdan bosib turib xohlagan tomonda so'rashingiz mumkin bo'ladi. Yoki tepaga, yoki o'ng tomonga, yoki pastga, yoki chap tarafga nima qilsak bo'ladi, joylashtirsak bo'ladi. Customizdagi standartni tepaga joylashtirib qo'yaman. Mana undan keyin locationni yoniga joylashtiraman. Geographyni bu yerga, globalni ham bu yerga, metadata mana bu yerga joylashtiraman. Xo'p, ArcGIS server demak yoki mana bu tomonga joylashtirsangiz yoki tagiga nima qilsak bo'ladi? Ketma-ket joylashtirsak bo'ladi. Endi bizda nima yo'q? Yoniga mana bu yerda chiqadigan katalog tree. Buni qayerdan sozlaymiz? Olib chiqamiz. Uni standartdagi mana bu yerda yonida bor, mana bu yerda globus belgisi bor, yoki lupan belgisi yonidagi mana bunaqa papka tagiga qarang, ikonga qarang, papka ichida yana papka. Katalog tree so'z ustiga borsangiz, yo'q. Mana shu bitta bo'lsa mana yon tomonda hosil bo'ladi. Buni yaxshi tomoni siz diskingizda qaysi papkalar bor, qayerda uning ichida nima ma'lumotlar bor, hammasi ko'rsak bo'ladi. Endi arkatalogda biz demak dastlab mana shu interfeysni nima qilishi, sozlashi, interfeysni o'zimizga xohlagancha moslashtirishni o'rganib olishimiz kerak. Undan keyin biz demak mana bu arkatalogga biz papka ochib oldik, oltita papka. Mana shu oltita papkadan qaysini yuklashimiz kerak bo'ladi. Demak, O'zbekistonda tabiiy kartasi, arkatalogga biz qaysini ishlardik? Mana bu ishlaymiz-da. Mana shu diskdagi, mana papka ichidagi, bu papka ichida vektorlar degan papkani biz arkatalogga bog'lab olishimiz kerak. Uning uchun mana faylga kirasiz. Faylga va fayldan connect to folderga bosasiz. Connect to folderdan mana bunaqangi papka ochiladi. U yerdan demak Mo kompyuterni tanlaysiz. Mo kompyuterdan qayerda joylashganligi oldindan siz xotirada saqlab qolishingiz kerak. Meniki demak Diskda joylashgan. Diskda Telegram desktop. U yerda demak Atabay Sarvar yozamiz. GIS, uning ichida qaysi? Tabiiy kartasi va mana vektor. Vektorni tanlagandan keyin mana folder deb qo'yibdi-ku. Folderdan Disk, Telegram desktop, Atabay Sarvar yozamiz GIS. O'zbekiston Respublikasining tabiiy xaritasi va vektorlar oxirida chiqqan bo'lishi kerak. O'sha tanlagandan keyin nima qilamiz? OK bosasiz. OK bosdik. OK bosgandan keyin bizda mana bu yerda pusto papka ochilishi kerak. Hozir bu papka menda ochilmadi. Chunki men arkatalogda oldin juda ham ko'p ish qilganman. Bu vektorlar degan papkani oldin bog'lab olganman, o'sha uchun birdaniga ochib bermadi. U papka odatda yana o'sha papkani yuklab olish ikkinchi usuli standartda papka plus belgisi bor. Papka plus belgisi orqali ham mana shu yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. İkinci usul. Tushuntirib oldimmi? Mana faylni connect to folder bosgan bu ona ochildi yoki da mana bu yerdagi buni bossam nima ochildi? O'shani ochildi. Men boyagi vektorlar degan papka qo'shib oldim, nima bo'ldi? Bu yerda chiqazib bermadi. Siz nima arkatalogda dastlab ishlaydiganimiz to'g'ri mana bu yerda papka ochildi va mana bu yerda location belgisi bor edi. Location nima uchun qo'yildi? Mana location mana folderda o'sha papka
papka ko'rsatiladi. Disk, Telegram desktop, GIS, xaritam nomi, vektorlar degan. Tushundim. Mana shu yerda chiqish kerak. Menda chiqmadi. Bu qayerga qo'shildi? Mana bu folderga qo'shildi. Mana connect to folderdan katalog treedan mana bu yerdan kirib olsagan bo'ladi. Qarang. Mana katalog treega kirdim. File connect folder connection kirdim. Menda qaysi disk edi? Bu disk. Mana bu diskdan qaysi papka? Telegram desktop piriska bosaman. Undan keyin asosiy sababi GIS. Undan keyin nima? Mana O'zbekiston tarixiyatasi piriska bosaman. Bizga kerakli papka qaysi edi? Vektormi? Vektor piriska bosmang. Vektor ustiga bosasiz. Mana bu yerda keyin mana posta oynasida. Oldin bu papkaning ichida mana geometrik baza yaratilgan, o'sha bu yerda nima bor? Qandaydir fayl bor. Mana bu locationga qaraydigan bo'lsak, mana ko'rsatyapti. Telegram desktop, GIS, tabiiy karta va vektorlar. Sizlar ham xuddi shunaqa chiqish kerak. Demak, menda hozir bu papkaning ichida nimadir bor, ha? Bu nima deganim? Oldin bundan ish qilingan. Endi biza demak ma'lumotlar bazasi ochish mana pustoy ichida shkochani olib boramiz. Mana pustoy xohlagan joy, mana pustoy ichida. Shkochani chap tomon bir marta bosamiz. Bu yerdan new tanlaymiz. Endi bu yerda qaysini tanlaymiz? Personal GDBS tanlaymiz. Personal GDBS tanlagandan keyin bizga mana ikkinchisi ochilyapti, o'shacha mana 2 chiqdi. Buni demak nom bersangiz bo'ladi, xohlagancha yoki nomlamagan bo'ladi. Nomlamaydigan bo'lsa, shkocha pustoga olib boramizda chap tomon bir marta bosamiz. Nima qilmadim? O'zida bergan nom o'zi saqlanadi. Endi qiladigan ishim buni ichiga kirishim kerak. Chap tomon bosib kiraman. Ichi nima? Bo'sh. Endi mana shu bo'shlikda shkochani chap tomonni bosib turib, new tanlayman. Newdan future detailed. Endi bu yerga nomlashim kerak. Nomlaganda qanday xohlagancha nom bersangiz bo'ladi. O'shaning uchun men bunga boshqacha nom beraman. Tabiiy karta deb nom beraman. Tabiiy karta. Tabiiy xarita deyman. Va keyingisiga next bosaman. Endi bu yerda nima kelib chiqyapti? Koordinatlar sistemasini tanlash oynasi, proyeksiyani tanlash oynasi kelib chiqadi. Biz qaysidan foydalanamiz? Biz demak 3 ta proyeksiya turidan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. 3 ta proyeksiya turidan. Daftarga yozib qo'ying. Xarita chizish uchun 3 ta proyeksiya turidan foydalanishim mumkin. Hop, birinchisi VGS 84. VGS 84. İkincisi UTM çizgi çarpımı 40 M 41 M 42 M 43 M ko'rinyapti mi? Uchinchisi Gauss-Krüger'li zonali GT zonali deb qo'ying. GT zonali. GT ya'ni Gauss-Krüger'li to'g'ri burchakli ko'rmasini prezit zonali prezit. Qaysi? 10 M 11 M 12 M 13 M 12. Endi qarang, 184 ta
xohlagan dunyo xaritasini yoki materiklarni, davlatlarni yoki viloyat, tumanlar xaritasini yaratish mumkin. UTM ekojurnali bu zonali koordinat sistemasi. Zonali koordinat sistemasi. O'zbekiston hududi UTMda, ya'ni UTM degani Universal Transfer Mercator. O'zbekiston hududi UTMda 4 ta zonaga mos keladi. 40 el, 41 el, 42 el, 43 el. El degani nima degani? Shimol. Bu degani zonalar ekvatordan shimol tomonda joylashgan. 41, 42, 43 degani graduslar. Zonalar yoki kolonna deymiz. Bo'laklar 40-bo'lak, 41-chi, 42-chi, 43-chi bo'lak degani. Demak, UTMda mana O'zbekiston mana zonalarga to'g'ri keladi. Geke zonalarga bo'ladigan bo'lsa 10 el, 11 el, 12 el, 13 el. El degani yana nima? Shimolda joylashgan degani. Endi qarasak, UTM bilan G'oliblik zonasi orasida nechta farq bor? 30 ta. 30 taga farq keladi. Ya'ni G'oliblikga 10 zona bo'ladigan UTMda 40-chi zona. Endi mana shu men daftar yoshlardan aytib o'tib ketaman, videoni qayta eshitasan. Tushuntira oldimmi? O'zbekiston hududi bo'yicha bo'lamiz. Ya'ni viloyatlar qaysi zonalarga to'g'ri keladi? Mana bu UTMda kimga zona? Aytib o'taman. Do'stlar. Demak, Qoraqalpog'iston Respublikasi 40 el UTMda G'oliblikda 10-el zonaga to'g'ri keladi. Qoraqalpog'iston zonasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi. Endi Qoraqalpog'iston kichik qismi Navoiy, Buxoro, Qashqadaryoning bir qismi, Samarqandning ham kichik bir qismi 41-chi UTM bo'lsa 41-chi en zonaga, geografiya bo'yicha 11-chi en zonaga to'g'ri keladi. Endi Qashqadaryoning qolgan qismi, kichik bir qismi, Surxondaryo, Samarqandning bir qismi, Jizzax viloyati, Sirdaryo viloyati, Toshkent viloyati, Farg'ona viloyati, Namangan viloyati, Andijonning bir qismi UTM bo'yicha 42-chi el zonaga, G'oliblik bo'yicha 12-chi el zonaga to'g'ri keladi. Endi Andijonning qolgan qismi bo'ladigan bo'lsa 43 UTM bo'yicha 43 enga, G'oliblik bo'yicha 13 enga to'g'ri keladi. Tushuntirdingmi? Demak, hamma o'zini demak mana zonali koordinat sistemasini bilib qo'yish kerak. Tushuntirdingmi? Endi mana shu yerdan demak biz ishlashimiz mumkin. Mana Project Coordinate System degan tushuncha bor. Project Coordinate System bu geografik koordinat sistemasi, geografik koordinat sistemi bu geografik koordinat sistemasi bu. Project Coordinate System degani bu proyeksiyalangan koordinat sistemasi degani. Endi farqi nimada? Farqi geografik koordinat sistemasi bu 3 o'lchovli bo'ladi. X, Y, Z bo'ladi. Koordinat sistemi koordinatalar proyeksiyalangan koordinat sistemasi faqat 2 o'lchov. Tushuntirib oldimmi? Ya'ni geografik koordinat sistemasida demak X, Y, Z bo'ladi. Bo'lishi mumkin yoki da fe'l yamida H bo'lishi mumkin. Yoki fe'l yamida Z bo'lishi mumkin. Proyeksiyalangan koordinat sistemasi nima bo'ladi? Faqat X, Y yoki da fe'l yamida bo'ladi. Tushuntirib oldimmi? VGS tanlash uchun geografik koordinat sistemasi ichida joylanadi. Men birinchi aytdim-ku, geografik ichida yotibdi. World ichiga kirsangiz, mana shu yerda VGS 84 mana tanlanadi. VGS ishlamoqchi bo'lsangiz. Agar mana bu zonali, mana bu UTM bilan bu proyeksiyalangan ichida yotibdi. Proyeksiya koordinat sistemasi ichiga kirasiz, UTM bo'yicha ishlamoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda UTM deb yozib qo'ydim. UTM ga kirasiz, buni ichida VGS 84 bo'yicha. UTM ichida VGS 84 bo'yicha. Northern Hemisphere, Southern Hemisphere degan
joy bor. Nima degani? Shimoliy yarmishar, janubiy yarmishar. Biza qaysiga? Shimoliy plyusga olsangiz, mana UTM zonalar kelyaptilar. 1 yen, 2 yen, 3 yen, 4 yen degan mana. Mana O'zbekiston huzurman qarang. UTM zona bo'yicha 40 yen, 41 yen, 42 yen, 43 yen. Siz qaysi viloyat viloyat berilgan bo'lsa, nimasini nosini tanlaysiz. Qarabal. Masalan, Abdumo'minov. Qaysi hududida? Surxondaryo, Qarabal. Qaysiga to'g'ri keladi? Qarabalga 40 42 ga. 42 ga to'g'ri keladi. 42 ga vodiy. 42 ga to'g'ri keladi. Surxondaryo, Samarqandning katta qismi, Jizzax viloyati, Sirdaryo, Toshkent viloyati, Namangan, Farg'ona 42-chi UTM bo'yicha. Gauss Krüger bo'yicha 12. Ismatullayev sizning hududingiz? Qarabal. Buxoro demak qirib to'ppa-to'p. Tushuntira oldimmi? UTM bo'yicha hisoblamoqchi bo'lsangiz. Endi Gauss Krüger bo'yicha hisoblamoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda mana Gauss Krüger deb yozib qo'yibdi. Gauss Krügerga kirasizda, pulko 1940 ga kirasiz. 1940 ga kirib turib, mana shu yerdan tanlaysiz. 6 gradus deb bizani tushuntira oldimmi? Mana pulko 1942 GK zona mana 10 yen, 11 yen, 12 yen, 13 yen. Lekin 10 degani ham nima degani? Lekin 11 bor, 12 bor, 13 bu nima degani? Batafsil ayting. To'g'ri aytasiz, ayting. Janubdagi degan. 10 yen tanlayaptimi, men ekvatordan shimoldagi hududlar uchun. 10 o'z tanlab ekvatordan janubiy tomonlar uchun. Tushuntira oldimmi? Bizda demak har bir ekvatordan nimalarni shimoldamiz. Demak, siz familiyangizki? Amir, hududingiz? Qaysini tanlaysiz bu yerda, mana shu yerda? Qaysini tanlaysiz? Gauss Krügerda qaysini tanlaysiz? On ikkinchi zonani tanlaysiz. Hali ham bilmaysiz. Tushuntira oldimmi? Hop, endi hozir menda nima ekan? Xaritamni O'zbekiston tabiiy xaritasida. Tabiiy xarita. Tabiiy xaritasi uchun men VG saytini tanlashim mumkin yoki UTM zonani tanlashim mumkin yoki Gauss Krüger. Agar O'zbekiston Respublikasi bo'yicha xarita qilmoqchi bo'lsangiz, o'rtadagi zonani olganingiz ma'qul. Mana bular ichida. Mana 13-43 yoki 10-zona kamroq qismi kiradi-da. O'sha o'rta zona uchun O'zbekiston chegara kirmagan tanlanadi. UTMda Gauss Krüger bo'yicha 11 yen. Tushuntirdimmi? Hozir meni xaritamda O'zbekiston bo'lyapti. O'sha uchun men 11-yenni tanlayman. Gauss Krüger bo'yicha. Buni tanlagandan keyin next bosamiz. Keyingi chiqadiganga hech nima o'zgartirish qilmaymiz. Keyingi ham next bosamiz, keyingisi ham next bosamiz va mana bunaqangi oyna ochiladi mana. Tabiiy xaritada. U ichiga kiramiz. Undan keyin yana siqincha o'ng tomonni bosamiz. New ga kiramiz. Newdan keyin future class. Future class deganda bu yerga xususiyatlarni yaratamiz. Endi bu yerda mana polygon future, live future, undan keyin yana nima bor? Point bor. Bakın multi-point, multi-class, dimension, annotation. Nima degani? Ko'rinishlarni poligon. Aha, ko'rinishi bu. Poligon degan maydonlar. Line chiziq deydi. Point nuqtalar. Multi-point, multi-point, dimension bor, o'lchov, bu qo'yish, multi nuqtalar yoki annotation yozuv. Matn berish. Bizda 4tasidan foydalanamiz ko'proq. Poligondan, linedan, pointdan, annotationdan. Poligon nimaga kiradi? Poligon maydonli obyektlar. Bularga misol keltiramiz. Ko'llar, yer maydonlari. Line'ga misol keltiring. Yo'llar. Pointga. Nuqtaligan. Nuqtali. Qazamoqlar, shaharlar, maktablar. Annotationga. Yozuv. Shaharning nomlari, ko'lning nomlari.
ko'lning nomlari, shaharning nomlari, aholi nomlari, daryoning nomlarini yozish uchun, tog' tizmalarining nomlarini yozish uchun, ha? Landshaftning nomini yozish uchun mana shunday foydalanamiz. Endi mana shu yerda xususiyat yaratganman biz demak kartamizga qaraymiz, o'zimiz demak kartamizga qarab olamiz. Demak tabiiy karta edi. Tabiiy kartani yuklab qo'yganman mana. Tabiiy kartani ichidagi shartligiga qaraysiz. Shartligiga mana shular qaysilar nuqtada chiziqda maydonda yoki yozuv orqali nima qilingan bo'ladi? Tasvirlangan bo'ladi. Mana shunga qarab turib biz geometrik bazalarni yaratamiz. Demak, mana birinchi kelyapti shartlar aholi punktlariga qanday yaratiladi aholi punktlari? Qanaqa ko'rinishda yaratiladi aholi punktlari mana shunda. Mana shu kartalar qanaqa ko'rinishda? Geometrik xususiyati. Geometrik. Poligonmi, line mi, pointmi deyapti? Point bo'ladi. Nima uchun? Chunki maktab yirik deyish uchun. Mayda. Mayda. Endi undan tashqari mana aholi punktlarini ochishimiz kerak-da. Mana aholi punktlarini ochishimiz kerak. Mana bu yerga nima tanlar ekanman, sizlar? Point feature. Point feature tanlab. Nemiga nima deb yozaman? Nomi qanaqa? Mana nomi. Aholi punktlari-ku. Aholi punktlari nomi. Nima qilaman? Yozaman. Demak, aholi punktlar. Bosh harfda kelyaptimi? Bosh harfda kelyaptimi? Demak, bosh harfda yozing. Aholi demak yoki kichik harfda yozsangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. Aholi demak, aholi yozdik, probol o'qimaydi hech qachon. O'sha uchun taksiz yozasiz. Aholi demak punktlari nima tanladik? Point tanladik, keyingisiga next bosamiz. Endi bu yerga atribut endi. Nimasi bo'ladi? Field name. Aholi punktining ID'si, ha? ID'ga nima tanladik? Data type ma'lumot turiga. ID'ga nima tanladik? ID'gami? Raqam. Double tanlayman. Yana aholi qanaqa xususiyati bor ID'dan tashqari? Nomi bormi? Aholi punkt nomi bormi? Nima tanlaymiz bunga? Mana shu yerda mana bu ustini bosing, ustida tekst chiqadi. Tekstdan tashqari yana nimalar bor mana? Short integer, long integer, float, double text, date, block, with, raster. Bize eng ko'p foydalanganimiz bularning ichida doubledan, textdan, date, rasterdan. Double'da biz raqam kiritamiz. Textda matn, date'da sana va rasterda rasm. Nomiga hozir nima kiritamiz? Text tanlaymiz. Yana qanaqa xususiyati bor? Aholi punkti. Aholi sanami. Turi birinchi. Turi deymiz. Nima degani bu? Aholi punkti shaharmi, shaharchami yoki da qishloqmi yoki boshqa aholi punktimi? Turiga nima tanlayman? Aziz solingan yili. Yo'q, turiga nima tanlayman? Ma'lumot data tipga. Text. Yana nima? Aziz solingan tashkil topgan yili. Yili deb yozsam bo'ladimi? Qisqa qilib. Bunga nima tanlayman? Date. Yana nimasi bor? Rasmiy bo'lishi mumkinmi aholi punktini? Nima tanlayman? Raster tanlayman. Yana nimasi bo'lishi mumkin aholi punktlar? Aholi soni bo'lishi mumkinmi? Aholi qarang. Aholi degan mana bunday probol o'qimaydi. Probol o'qimaydi. O'sha taksizchi aholi soni deymiz. Bunga nima tanlaymiz? Double tanlaymiz. Mana siz shu kungacha mana shu o'rganib keldik. Tushuntirib oldimmi? Mana shuni biz nima qilyapmiz? Arxitektorda yaratyapmiz. Klub bo'lib o'rgandik. Kimdir o'tdan o'rganda, kimdir chiziqlar, kimdir maydon. Atributlarni nima qildik? O'rgandik. Atribut nima edi? Atribut obyekt haqidagi miqdor yoki sifat ko'rsatish haqidagi ma'lumotlar bu atribut ma'lumotlar deydi. Qaysi miqdorni bildiradi, qaysi sifatini bildiradi. Yana nimasi bo'lishi mumkin? Mana shu yetarli turamiz. Yana to'ldirsak bo'ladi, mana ko'rdingizmi? Keyingisiga finish bosaman. Mana aholi punktlari ochildi. Yonidagi ikonga qarang nima bo'lyapti? Nuqta bo'lyapti. Har bir nuqtalarda mana shunaqa ikon kerak bo'ladi. Keyingisi yana nima bor? Aholi punktlarni ochib bo'ldik. Keyin ochishim kerak, nima ochishim kerak? Chegaralar. Bular chegaralar nimada bo'ladi? Line'da bo'ladi. O'zi nima qilaman? Mana aholi punktlarni ochdimmi? Yana shunaqa o'ng tomonni bosaman. Nega kiraman?
Future class tanlayman. Birinchi ma'no o'zgardi. Nima tanlayman? Line feature. Line feature. Chegaralar. Chegaralar deb yozaman. Next bosaman. Qanaqadir xususiyatlar bor chegaralar. ID bor. Ha? ID ga nima tanlayman? Yana nimasi bor? Chegaralar. Nomi yo'q. Turi deb qo'yaman. Turiga nima deymiz? Text. Endi nima kiritaman mana shu turiga, tekst tanlagan. Turiga nimalar qiladi? Bu davlat chegarasimi, viloyat chegarasimi, tuman chegarasimi, shahar chegarasi, qishloq, ovul chegarasimi? Yozaman. Davlat bo'lsa davlat chegarasi, tuman bo'lsa tuman chegarasi, viloyat bo'lsa viloyat chegarasi. Boshqa xususiyati yo'q buni. Finish bosaman. Mana chizikni mana ikorkasi kelib, har doim chiziklarni ikorkasi mana shunaqa bo'ladi. Keyingisi nima ochishim kerak? Aloqa yo'llari. Aloqa yo'llari. Aloqa yo'llarini demak bo'lib ochamiz. Temir yo'llari alohida, avtomobil yo'llari alohida. Tushuntirib oldimmi? Alohida ochamiz. Men bitta guruh ichida ochmaymiz, buni alohida ochamiz. Tushuntirib oldimmi? Aloqa yo'llari umumiy nomi-ku. Temir yo'lga alohida qatlama ochamiz. Avtomobil yo'llariga alohida qatlama. Xususiyati qanaqa bo'ldi? Geometrik nimada ochamiz? Line da. Yana nima qilaman? Sochi o'ng tomoni new future class nomiga nima deyman? Aholi avtomobil Temir yo'llari birinchisi. Ha, yo'llari shapkasi bor-a? O'qimaydi. O'shaning uchun yo'llari deb yozib ketaveramiz buni. Tushuntirib oldimmi? Temir yo'llar. Uni ham uch o'qimaydi. O'sha simbollar o'qimaydi. Mana bu yerga nima tanlayman? Line feature. Line feature. Next. ID'si bormi? Bor. ID'si. Double'mi? Yana nimasi bor? Bekatlar soni. uzunligi bu. Uzunligini aslan hisoblaydi. Bekatlar Soni. yana nimasi bor? Bekatlar soniga nima tanlayman? Double. Bor, mana shu yerga yetadi. Keyin qo'shishni ham o'rganamiz. Mana bu yerda nima dedi? Xatolik chiqardi. Nima xatolik bu? Bekatlar soni double. Bekatlar soni deb yozgansiz, bo'shliq o'qimaydi, taktikcha bilan yozilmaydi. Esi bitta bosib olamiz. Avtomatik qo'yib beradi. Keyingisini nima ochamiz? Avtomobil yo'llar nimada? Ham shu. Chiziqlida. Endi gidrografiyaga keldik. Gidrografiya ikkiga bo'linadi. Maydonlisi bor, chiziqlisi bor. O'shaning uchun hozir maydonli qatlamasini o'rganamiz. O'ng tomonni bosamiz, newga bosamiz, future classga bosamiz, maydonli qatlama tanlanyapti. Gidrografiya deb yozamiz. Gidrografiya takchilikcha n bu nima degan? Maydonli degan. Next bosamiz. Endi gidrografiya maydoni nimasi bor? ID'si bor. Nima tanlayman? Double. Yana nimasi bor? Xususiyatlardan. Gidrografiya maydoni. Nomi bormi? Nimada bo'ladi? Text. Yana nimasi? Chuqurligi. Chuqurligi. Aha, nimada? Yana nimasi bor? Suv sig'imi. Suv Sig'imi. sig'imi. Bu datada bo'ladi. Suv sig'imi nimada bo'ladi? Sonda bo'ladimi shu? Yo, Suv sig'imi nimada? metr ko'p bo'lgandan keyin datada bo'ladi. Data bu sana bu. Davr. Soat kiritamiz-ku. Yana nimasi bo'lishi mumkin? Yaroqmasi. Ich. Rasm bo'lsa o'sha ko'l yoki suv ombormi? Nima bo'ladi? Asr. Yili bo'lsin. Nima degani? Qachon tashkil nima qilgan? Suv ombor qurilgan bo'lsa, ha? Nima bo'ladi? Date. Yana nimasi bor? Bo'ladi, ha? Finish bosamiz. Mana maydonning ikorkasi har doim shunaqa bo'ladi. Xuddi shunday, mana hozir gidrografiya maydonini ochdim. Gidrografiya chiziqni ochasiz. Gidrografiya chizdik. Nima bo'ladi? Line. Nimalar kiradi bunda? Aha. Undan keyin relyefni mana bunaqa ochmaysiz, gorizontallarni. Gorizontallarni ochmaysiz, u boshqacha yo'li bor. Turib o'zanlar nimada bo'ladi? Line. Qoyalar. Qoyalar bo'ladi. Line. Baland nuqtalar nimada? Nuqta. Nuqtali. Dovonlar nimada? Dovon. Nimada ochiladi? Nuqtali bo'lgan. Maydon. Nuqtali, dovonlar nuqtali. Nuqta qo'yasizda shaklni egallaysiz.
Muzika va qonliklar nimada? Maydon. Maydonni xususiyatiga, maydonni ochasiz. Endi qarang, RAF nomlar, nashr nomlar nimada ochamiz? Qanaqa? Yozadigan. Ha, o'shani bitta ochib ko'raylik-a. Uni bitta Annotatsiya. nega kiramizda, mana bu yerga umumiy, mana yozuvlar ochamiz buni. U demak, tog' nomlari bo'lsin, nashrda hamma yozuv mana shu ichida yozamiz. Bunga demak, mana tipga nima tanlaymiz? Annotation. Next bosamiz. Keyin chiqqanga reference scale. Bu necha masshtabda bo'lyapti? 2,5 millionmi? O'sha uchun mana bu yerga 2,5 million tanlash. Mana bu yerda 2,5 million yo'q, o'sha uchun 1 million bitta tanlaymiz, buni bitta mana qo'yib 2 deb mana bu millionni 5 qilamizda. 2,5 million reference. Sizni kartangiz masshtabiga qaraysiz. Shuncha keyingi next bosasiz. Keyingi ham next bosasiz, keyingi finish bosasiz. Hech nima, faqat masshtabni o'zgartirib qo'ysak bo'ldi ekan. Mana annotatsiya A deb yoziladi. Ikonga xuddi shu. Endi qumlar nimani ochamiz? Maydon. Sho'rxoklar, Maydon. bog'xokliklar. Bu ham maydon. Endi sizlarga vazifa bo'ladi. O'zingizga berilgan demak, hududni demak, nima bo'ldi? Tabiiy xaritasi uchun geoma'lumotlar bazasi arkada yaratasiz alohida. Siyosiy ma'muriy xaritasi uchun ham xuddi shunaqangi alohida geoma'lumotlar bazasini yaratasiz arkada. Va keyingi topshiriq bo'ladi. Arkada tabiiy xarita uchun yaratyapsizmi? Videoga olasiz. Zapis qilasiz. Tushuntirdimmi? Siyosiy ma'muriy xaritasi uchun ham arkada video zapis qilasiz. Tushuntirdimmi? Endi kimda bu bo'yicha savollar bor? Bugungi topshiriq bo'yicha, mavzu bo'yicha. Savollar yo'qmi? Demak, ikkita vazifa. Video yozuv bo'lish kerak va arkada har bitta mavzu bo'yicha geoma'lumotlar bazasini qilish kerak bo'ladi, yaratilish kerak bo'ladi.